Liksimizden devamını anlayış hürmetlik vatandaşım. Sayın Hanım Tayvan'da saylamda qalbi qildi. Jungo Tashqi ishlar ministerligi bayonot e'lon qilib, Tayvan mustaqilligi bilan shug'ullanuvchilarga ogohlantirish berdi. 2016-yil Tayvanda prezident saylamining natijasi oshkorlandi. Tayvan Demokratiya taraqqiyot partiyasining raisi va prezident namzati Sayyin Hanım Kuomintang partiyasining namzati Jolilini saylamda mag'lub qildi. Shu kuni Jungo Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Tayvan masalasi Jungoning ichki siyosiy masalasidir. Xo'sh, Tayvan masalasi Jungoning ichki siyosiy masalasi. Undaqda Jungo kompartiyasi Tayvan hukmronlik qilyapti yo'q. Jungoda qandaqdir bir ommaviy tashkilot bu qatam Tayvanlik saylam qatnashdimi yo'q? Qandaqsiga Tayvan Jungoning ichki siyosiy masalasi bo'ladi? Mantaqani logikani bilamsizlar, Jungoliklar yoki qasddan shunday qilamsizlar? Bu yerda Tayvan masalasi qandaqsi Jungoning ichki masalasi bo'ladi? Saylam qatnashmadinglar. İchki siyosida xalqaro jamiyatning bir Jungo prinsipida ching turdiganligiga her şekillik Tayvan mustaqilligiga qarshi turib, amaliy harakati bilan Tayvan Jungo munosabatning tinch taraqqiyotini qo'llaydiganligiga ishonamiz va shunday qilishini umid qilamiz. Siz bayonotchi hozir navbatda Tayvan to'g'risi to'xtalyapsiz, saylam to'g'risi to'xtalyapsiz. Tayvan mustaqilchilarga ogohlantirish beryapsiz-yu, tuyuqsizda nemishqa xalqaro jamiyatga murojaat e'lon qilasiz? Xalqaro jamiyatga murojaat e'lon qilib, bir Jungo siyosiy prinsipida ching turishni tapilayapsiz. Xalqaro jamiyatning shunday qilishni umid qilyapsiz. Unda siz boy aytdingiz, Tayvan masalasi Jungoning ichki siyosiy masalasi dedingiz. Undaqda ichki siyosiy masalasi nemish xalqaro jamiyatga murojaat qilasiz bayonotchi Xongley apandi? 1-oyning 16-kuni bayonotchi Xongley Tayvanning kelgisiga munosabatlik mundaq ko'rsatdi. Merkezi Komitet Tayvan İşgal Devlet Mahkemesi, Tayvan İşhanesi Devlet Mahkemesi, Tayvan işleriga mas'ul xodimlar, Tayvanda o'tkazilgan rahbarlarni saylash saylamining natijasi to'g'risida suhbat bayon qildi. Tayvan masalasi Jungoning ichki siyosatidir. Dunyoda faqat bir Jungo bor. Tayvan bilan Jungo bir Jungoga mansub. Jungoning zemini putligi, egilik huquqini kesib olishga bo'lmaydi. Bu yerda men xitoychani so'zma-so'z tarjima qildim. Jungoning egilik huquqi va zemin putligini kesib olishga bo'lmaydi. Tayvan rayonida saylamning natijasi bu negizlik paktni va xalqaro jamiyatning o'rtaq tonishini o'zgartirmaydi. Tayvanning ichki qismida qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'iy nazar, Jungo bir Jungo prinsipida ching turib, Tayvanning mustaqil bo'lishi qarshi turdi. Ikki Jungo, bir Tayvan bo'lishiga qarshi turish maydonimiz o'zgarmaydi. Xo'sh, bayonotchi Xongley apandi, tegi-tekdan aytganda navbatda Tayvandagi saylamda mag'lub bo'lgan Kuomintang emas. Biz bunu Kuomintangning mag'lubiyati demaymiz. Bu mag'lubiyat Jungo kompartiyasining mag'lubiyatidir. Mayli 60 yillik siyosat jarayoni bo'lsin, mayli prezident Ma Ying-jeou bilan Jungoning munosabat jarayonidagi yangilash yoki muqimlikni teshishni qo'g'dash va mo'til siyosat yurgizish bo'lsin, bu qatam Jungo kompartiyasining Tayvan siyosati Tayvandagi saylam orqali mag'lub bo'ldi. Kim iste'fo berdi? Tayvanda saylamda ufutalmagan prezident namzati Kuomintangning raisi Jolilin iste'fo berdi. Tayvan siyosati mag'lub bo'lgan Jungo kompartiyasining ichida kim iste'fo berdi? Bayonotchi Xongley apandi. Bu yerda biz aytamizki, Jungo kompartiyasining lug'atida yoki okeanoslarda Jungo kompartiyasidan kimdir birisi iste'fo berdi deydigan gap yo'q. Bunda so'z ibora yo'q. Jungo kompartiyasi shundoq bir partiya ekanki, huquq uchun barlig'ini taqdim qiladi. O'lishga rozi ekanki, hargiz qoida bo'yicha, qonun bo'yicha, hurmat bo'yicha
yaxşılıq bo'yicha ish ustida mag'lub bo'lganda iste'fo beradigan bir kompartiya a'zosi yo'q. Bugun navbatda Tayvandagi saylamda amaliyotda Kuomintang emas, mag'lub bo'lgani Jungo kompartiyasidir. Chunki Rais Xi Jinping bu qatamqa nomzod bo'lib o'tirg'i chiqqan Jolilni Beijingda qabul qildi. Chunki Rais Xi Jinping saylanma ta'sir ko'rsataman deb o'tgan yil 11-oyning 7-kuni Singapurda Kuomintangning prezidenti Ma Ying-jeou bilan ko'rishdi. Demak, ta'sir ko'rsatamadi. Hurmatli Xi Jinping apandi, Tayvan xalqining nazarida kompartiya mavjud emas. Bu qatamqa al-rayin to'liq ko'rib yetdingizki, shunga siz Tayvan siyosatidan voz kechishingiz, balki Tayvandagi navbatda hokimiyat boshiga kelgan Tsai Ing-wen xonim va Tayvanning Demokratiya taraqqiyot partiyasining siyosatini astoydil o'ylanib, faqatli e'tirof qilish, ikki hokimiyatni e'tirof qilish din iborat mush yo'lni tutsangiz, shu vaqt o'zingiz aytgandek erkak bo'la olasiz. Rais Xi Jinping apandi.